aka aytdim. Alaykum assalom. 3 oydan oshib ketdi. Kvartirani pulini to'lamaysizlar. 4-oy ketyapti. Ertaga pulni taxlab qo'yinglar. Bo'ldi, bo'lmasa uyni bo'shatib qo'yinglar. Ha, bir-ikki sabr qilib turing. Pulimiz bo'lganda beramiz. Qayerga boramiz qishki kunida? Qayerga boramiz bolam bilan? Bo'ldi, eshitmayman. Tamom, ertaga pul taxlab qo'ysin. Soat 4ga kelaman. Ayon bak bu bir kam dünyada kimning baxti bu ayon gündüz yarım yarım azar. Ha, bolam keldi. Endi nima qilamiz? Ertaga pul topib bermasa uydan chiqarib yuboradi bizni. Nima qilamiz bolam?